Keling. Mana. Bunimiz Alisa F1 navimiz. Bu ham zo'r ekan. Bodringni cho'zilib ketmas ekan. O'sha 10-11 sm atrofidagi bodring bo'lar ekan. O'sha videolarimda aytib o'tganman. Hozir bizda bir Abaco urug'li Abaco navimiz ham kelgan. Bu o'sha o'zimizning olti arig'imizda bir 2 yildan beri ekilinib kelayotgan urug'larimizni bu yil bahorga kelmadi, u ololmay qoldi. O'sha juda ko'pchilik issiqqa o'sha urug'da aynan o'sha urug'da biz o'zimiz olti ariq o'zimizga tanishgan dehqonlar o'sha urug'ni so'rashadi. Biz olib keldik urug'ni. O'sha urug'larda ham o'sha Andijon, Namangan, Voha, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Sirdaryo, Toshkentlargacha dastavka qilib chiqarib berdim o'sha Abaco urug'larimizni hamda lider urug'larimizni ham. Bemalol o'sha issiq oyda o'sha saraton oyida ham bemalol ekaverasiz. Xudo xolasa o'sha sinovdan o'tgan urug'larimiz. O'sha Abaco urug'imizni bu yil o'sha bahorda kelmaganligini sababi biz o'sha video qilib aynan o'sha Abaco navimizni video qilib men chiqarmadim. Sabab bizda urug' yo'q edi. Kelmadi. Bu yil vaqtli olib kelolmadik. Mana endi qo'limizga tegdi. Endi Xudo xolasa dehqonlarimiz ekyapti. Urug'ni ham berdik. Albatta o'sha Abaconi ham video qilib chiqaraman Xudo xolasa. Keling. Mana. Hosilni qarang. Hamma urug'larimiz zo'r Xudo xolasa. Endi misol uchun bitta mana o'sha bitta men to'g'risini aytaman, mana o'sha bitta kaptan navimiz mana shunaqangi uzun bo'lib ketar ekan. Lekin bu kaptanni hali hech kimga berganimiz yo'q, sotuvga bil chiqarganimiz yo'q. Oldin o'sha bir sinab olaylik deb turib, bil sotuvga chiqarganmiz. Bu yerda juda ko'p urug'larimizni hali sotuvga chiqarganimiz yo'q. Misol uchun M2163, M2180, Astra bularni hali sotuvga chiqarmadik biz bu yil. Endi mana Xudo xolasa o'zimni sinovimdan o'tdi. Endi hammasi zo'r Xudo xolasa. Bu yildan keyin 27-yilga bemalol mana shu urug'larimizga bemalol mana shu urug'larimizni sotaveramiz. Chunki sinovdan o'tdi, o'zimning amalimdan o'tdi, sinab ko'rdim. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Ko'p kilo. Mana bu arig'imizga, hamma arig'imizga kiraylik. Hamma arig'imizga kirib video qilamiz, Xudo xolasa. Mana bir boshdan olaver shunday, ana bir boshdan olaver. Mana. Mana hali o'sha kaptan hali mana qo'limda yuribdi. Mana. Hosilni oling, qarang.